insoniyatning eng so'nggi resursi tasavvur ekan. Demak, biz to'g'ri ish qilishimiz uchun, ya'ni xatosiz ish qilishimiz uchun qilayotgan ishimizni natijasini tasavvur qilishimiz kerak. Tasavvur qilmaganimda men ishni qilmasdim. Miyamizni tasavvur qildirishga majburlaydigan narsa bizni o'zgartirar ekan. Bizga berilmayotgan pullar nega berilmayapti? Chunki u pul bizga berilgandan keyin nima qilishligimizni hali biz tasavvur qilmaganmiz. Haqiqiy ko'rish ko'zni yumib tasavvur qilishdan boshlanadi. O'ylab qilinadigan ishlar tasavvurimizni kuchaytiradi. Qachonki to'g'ri maqsad qo'yiladi, demak maqsad tasavvur to'g'ri qilinsa. Nega biz pulimiz boshqara olmayapmiz? Nega biz byudjet qila olmayapmiz? Chunki biz tasavvur qilmayapmiz. Assalomu alaykum. Yo'qlar, salomatmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Aziz Rahimov ustozimizni ko'pchilik juda yaxshi taniydi. Aziz Rahimov ustozimizni parallel muhit loyihasida insho yozadi. Biz o'quvchilar bu insholarni o'qiymiz, amal qilamiz va xulosalarimizni do'stlarimizga, yon atrofdagi do'stlarimizga ulashib boramiz. Eng so'nggi insholardan bittasi tasavvur haqida inshosini o'qidim va o'zimga juda yaxshi ta'sir qildi. O'zimni xotiramda yanada yaxshiroq qolish uchun buni do'stlarimizga dars sifatida o'tib berdim. Bu darsimiz sizlarga ham foydali bo'ladi degan umidda YouTube'ga joyladik. Ko'ringizlar, foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli konsalting jamoasi, do'stlarimiz, xo'p, kuzatuvchilar. Xo'p, bugun tasavvur haqida gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, tasavvurni nega kerakligi muhimmi, muhim emasmi o'zi? Bu kerakli narsami, keraksiz narsami? Bu haqiqatan bu kerakli narsa bo'lsa, buni qanday shakllantirsak bo'ladi? Bu tasavvurni qachon ishlatamiz, qachon ishlatishimiz kerak emas? O'z tasavvur hozirgi paytda kerakmi o'zi? Hamma narsa jipda bajarib beryapti, to'g'rimi? Savollarimiz javoblarni jipda beryapti. Bizga o'zi kerakmi, kerak emasmi degan savollar bo'yicha bugun sizlar bilan tasavvur haqida gaplashamiz. O'zi ustozlarimiz, mana ko'p yillik ustozlarimizdan o'rganishsa, ya'ni ustozlarimizni xulosani oladigan bo'lsak, ular aytishyaptiki, tasavvuri bo'lmasa, deyapti, o'quvchini tasavvur bo'lmasa, unga hech narsani o'rgatib bo'lmaydi, deyapti. Demak, o'rganuvchini umuman tasavvuri bo'lmasa, unga hech narsani o'rgatib bo'lmaydi. Yoshligimizda ham qo'ling, mana 5 ta qo'lingni ko'rsat deydi, ikkitasini olib tasha deydi-ku, misol. 5 ta olmang bor edi, ikkitasini men yeb qo'ydim, nechta qoldi deb savol beramiz. O'sha payt 5 ta olmani tasavvur qila olgan bolagina javob bera olar ekan. Tasavvur qila olmayaptimi, demak javob bera olmaydi. Demak, agar biz o'quvchiga yoki biz tadbirkorlarga o'tamiz asosan. Agar biz tadbirkorlarga tasavvur qildira olsak, hamma narsani o'rgata olar ekanmiz. Nimani o'rgatishni xohlasak, demak zo'r narsa. O'rgatishni formulasi oson o'rgatishlik. Biz o'rgatmoqchimiz, to'g'rimi? O'rgatishni oson yo'li xo'p, tasavvur qildirish ekan. Zo'r narsa. Biz oson o'rgatmoqchimizmi kimgadir? Tasavvur qildiraylik o'sha ishni, bo'ldi. Masalan, men o'zimda real case, nima ishni zo'r qilsam, o'sha ishning natijasini oldindan zo'r tasavvur qilgan bo'laman. Sizlarga bitta vazifa berilsa, o'sha vazifani bajarmasdan turib, natijasini qanchalik aniq tasavvur qilsangizlar, shuncha osonroq o'sha ishni qilasiz, bilasizmi? Misol uchun, kursni ko'rda konspekt qilinglar desa, bo'ldi. Bitta ish, vazifa keyingi esa kursni ko'rishingdan oldin bir qorong'i xonaga kir, naushnik taq, tinch bo'lsin, yoz, nima fikr kelsa yozinglar, daftarga yozinglar, daftarning foydasi bor deb detalni aytilsa, ya'ni natija detalni aytilsa, shunda o'sha ishni qilishimiz oson bo'lar ekan. Demak, bitta vazifa kimgadir, masalan, menga bitta vazifa berilsa, men buni vazifani bajara olmasam, agar sababini o'ylab ko'rsam, tasavvur qila olmagan bo'lib chiqaman. Hamma shunaqa bo'lsa deb o'ylayman, masalan. Ravshan aka, men shunaqa. Masalan, biz asosan ta'minotamiz, ta'minot qilinglar deyish boshqa gap, ta'minotni tasavvur qildirish boshqa gapda. Demak, biz to'g'ri ish qilishimiz uchun, ya'ni xatosiz ish qilishimiz uchun qilayotgan ishimizni natijasini tasavvur qilishimiz kerak ekan. Nima o'zi aslida nima bo'ladi? Xo'p, demak, xonaga gul qo'yishimiz kerak, har bir xonaga gul qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, bu vazifa. Biz tasavvur qilishimiz kerak. Har bir xonaning oldida gul turishi kerak. Qanaqa gul turishi kerak? Kichkina gul turishi kerak. Qanaqa kattaligi 10 sm bo'lishi kerak deb qancha tasavvurimiz kuchli bo'lsa, shuncha o'sha vazifani kuchli bajara olamiz. Shu narsani. Natijani qanchalik kuchli tasavvur qilsak, jarayonda qilayotganda olib ketaveramiz-da. Oppoq krossovka bo'lishi kerak bo'lsa, demak, yuvishda davom etamiz. Hali oqarmadi-ku. Chunki biz natijani oppoq deb tasavvur qilganmiz. Qora deb tasavvur qilgan bo'lsak, yuvmaymiz, chala yuvamiz misol uchun. To'g'rimi? Shunga bor. Keyin bizda resurslarimiz bor, to'g'rimi? Yozish resursimiz bor, pul resursimiz, tanish bilish resursimiz bor. Aytayaptiki, insoniyatning eng so'nggi resursi tasavvur ekan. Bizning eng so'nggi resursimiz eng so'nggi deb yozib qo'yaylik bu.
Eng so'nggi resurs bu tasavvur ekan. Nega desangiz, biz tasavvur qilgan ishlarimizni qilar ekanmiz. Tasavvur qila olmagan ishimizni qila olmas ekanmiz. Bizni yoqlig'imiz ekanda. Tasavvur qilgan ishimizni qila olamiz, tasavvur qila olmadikmi qila olmaymiz. Bu tushunish bilan birgalikda ekanda. Misol uchun, shu PCG ga ishga kirdik, mana hammasi xodim bo'lib yuribmiz misol uchun. Qachondir tasavvur qilganmiz-da buni. Nega hozir boshqa kompaniyada emasmiz? Chunki uni tasavvur qilmaganmiz biz. Hozir o'tirib dars o'tyapmiz. Demak, men buni ertalab tasavvur qildim. Men hozir tasavvur degan maqolani o'qidim. Endi xulosalarimni ulashsam, hammaga foydali bo'ladi dedim tasavvur. Tasavvur qilmaganimni men ishni qilmasdim hozir. Sizlar ham tasavvur qilyapsizlar mana. Dars 12 dan keyin dars o'tsam maylimi dedim. Sizlar rozi bo'ldingiz. Demak, sizlar tasavvur qildilaringiz, ha, hozir Shelbek dars o'tsa, biror bir keysni olaman, foydali narsani olaman, keyin qo'llayman deyapsizlar. Agar o'shani o'ylamaganingizda, tasavvur qilmaganlaringizda chiqib ketardingiz. Shu narsa ekan. Shuning uchun eng oxirgi resurs deb qarashimiz kerak ekan. Ya'ni eng so'nggi va eng qimmat resurs desa ham bo'lar ekan tasavvur hozirgi paytda. Chunki hozir hamma bizni tasavvurimizni o'g'irlash bilan band. Sen tasavvur qilma, o'zim ko'rsataman senga deyapti. Chunki tasavvurimizni o'ldirsa bo'ldi, biz insonligimizni o'ldirgan hisoblanadi. Misol uchun kino ko'rgan bilan kitob o'qigan. Ha. O'zi mana bitta voqea bor, uni kino holati bor, kitob holati bor. Qaysi birida ko'proq odamni o'zgartiradi deyilsa, kitob o'zgartiradi. Chunki kitobda odam o'zi tasavvur qiladi. Kinoda esa tasavvur qilish hojat yo'q, o'zi ko'rsatib beryapti. Ya'ni miyamizni tasavvur qildirishga majburlaydigan narsa bizni o'zgartirar ekan. Miyamizni tasavvur qilishga majburlamaydigan ishlar bizni sindirar ekan desa ham bo'ladi. Ya'ni bizni qulq qo'yadi-da, tasavvur qildirmay olmaysiz. Loqayd qo'yadi, dangasalik qo'yar ekan. Dangasaliklar shu ekan, dangasalikning kaliti. Dangasalar tasavvur qilmaydiganlar ekan. Ya'ni tasavvur qila olmaydi ular. Natijasini mana shu ishni qilgan ekan, qanaqa rohatlanishini, maqtovlar eshitishini, lavozimi ko'tarilishligini, ota-onasining duo eshitishini, jannatga kirishligini tasavvur qila olmayapti va bu ishni qilmayapti, keyin dangasib qoladi. Ya'ni biz tasavvurni yetkazib bera olmayapmiz farzandlarimiz ham, shogirdlarimiz ham. Yaxshi shogird yetkazib bera olmayapmizmi? Demak, biz unga natijani tasavvur qildira olmayapmiz. Bo'ldi shu. Agar men hozir men sizlarga tushuntirib bera olmayapmanmi? Demak, men tasavvur qildira olmayapman sizlarga aytayotgan gapimni. Bu darsni natijasini sizlarga tasavvur qildira olsam, sizlar darsga quloq solasizlar. Agar natijasini sizlarga tasavvur qildira olmasam, sizlar darsga qiziqmassiz sizlarga. Men bu darsning natijasini aytmoqchimanki, bu darsni ko'rib bo'lgandan keyin nima bo'ladi desangizlar. Xo'p, yomon do'stlarni chopiladi, yomon xarakterlar, yomon odatlarni chopib boshlaymiz. Fokusimizni tasavvurga qaratib boshlaymiz. Hozirgi bu darsdan keyin o'zgar boshlaymiz, o'ylab boshlaymiz. Hozirgi ko'pchilik yurmayotgan yo'ldan yurib boshlaymiz. Hamma yurayotgan yo'lni, hamma yuryapti degani bu to'g'ri degan emas-da o'zi aslida. Hamma yuryapti degan o'zi biz eng o'rni nazariya bor. Biz qanaqadir blogerga qarasak, ko'p obunachisi bo'lsa, biz ham obuna bo'lib qo'yamiz. Shuncha odam kuzatyapti ekan-ku deymiz. Shuna qaraymiz, kam bo'lsa obuna bo'lmaymiz, kam ekan-ku deymiz. Biz kuzatuvchilar soni bilan belgilab qo'yganmiz. Afsuski eng xato bu. Eng xato narsa. Keyin yana ustozlarimiz aytishyapti, Kevin Kelly o'zining maslahatli kitobida aytayaptiki, istalgan haqiqiy narsa xayoliy narsadan boshlanadi. Ya'ni haqiqiy. Men ushlab turgan markerim kimningdir xayolida bo'lgan oldin. Mana bu telefon kimningdir xayolida bo'lgan. Bu kostyum kimningdir oldin xayolida bo'lgan. Bu o'tayotgan bizning yig'ilishimiz ham kimningdir yana xayolida bo'lgan. Svetimiz ham kimningdir xayolida bo'lgan. Shu sababdan tasavvur katta kuch, biz uni yaxshilay olamiz. Amallarimizni o'zgartirmoqchimizmi? Demak, biz yaxshi amallarni tasavvur qilishimiz kerak ekan. O'zimiz, zo'r degani zo'r, biz yaxshi odam bo'lmoqchi bo'lsak, biz yaxshi bo'lgan holatimizni tasavvur qilishimiz kerak. Biz yaxshi odam bo'lsam qanaqa bo'laman? Bunaqa kiyinaman, bunaqa gapiraman, bunaqa so'z so'zlamasligim kerak deb. Shuni natijasini o'ylasak, oson bo'lar ekan. Boy bo'lishda ham shunaqa ekan. Boy bo'lishda ham shunaqa ekan. Tasavvur juda katta narsa ekan. Boy bo'lishda ham o'ylab o'tirib, ha, shuncha mashinam bo'ladi, shuncha yaxshilik qilaman. Ya'ni, xo'p, tasavvur qila olmayapman, demak menga emas bu. Dunyoda hozir tasavvur qila olmayapman-ku. Tushunasizmi? Hozir xayol, ustozimiz aytadi, maqsad yozdir ekanda aytadi. Kim 10 mingga hozir 20 ming dollar qo'llaring bersam nima qilasizlar desa, to'xtab qoldilaring, bo'ldi, bu senga emas, deyapti. Bekorga senga berilmayapti, deyapti. Ya'ni bizning rejamiz yo'q-ku, ya'ni bizga berilmayotgan pullar nega berilmayapti? Chunki u pul bizga berilgandan keyin nima qilishligimizni hali biz tasavvur qilmaganmiz. Tasavvurimizga sig'dira olmayapmiz, demak uni ham sig'dira olmaymiz. Shuning uchun Alloh bizga bermayapti-da. Biz uni yomon niyatda chatib qo'yishimiz mumkin. Tasavvurimiz real bo'lsa, keyslarimiz bo'lsa, shunga ham mas'ul beraveradi. Shuning uchun biz mana endi real keys. O'zimizga investitsiya tikyapmiz, ilmimizni oshiryapmiz, tasavvurimizni oshiryapmiz, do'stlarimizni oshiryapmiz, ustozimizni ko'paytiryapmiz, tasavvurimizni oshirganimizdan keyin daromadimiz ham oshib boryapti shunga qarab. Chunki bizda rejalar tayyorda, shuncha pul topsak,
Biz hali tasavvurimizga sig'magan pul hali ham berilmayapti. Chunki biz hali uni tasavvur qilmadik. Ya'ni niyat qilish boshqa ekanda, tasavvur qilish boshqa ekan. Men shuncha pulim bo'lsa qani edi boshqa ekan, lekin o'sha pulga mos bizning tasavvuriy rejalarimiz bo'lishligi boshqa narsa. Keyin bu tasavvur bu boshqalarga e'tibor bermaslik orqali rivojlanayotgan yagona ko'rinma ekan. Bu tasavvur qachon rivojlanadi deysizlar? Boshqalarga e'tibor bermasakkina tasavvurimiz kuchayar ekan. Ya'ni boshqalarning hayotini kuzatmasak, kibr qilmasak, hasad qilmasak, boshqalar bilan kamroq gaplashsak tasavvurimiz kuchayar ekan. Ha, tasavvur shunaqa ko'nikma ekanki, mana gaplashish ko'nikmamiz ko'proq gaplashsakkina shakllanadi, to'g'rimi? Yozishimiz ko'proq yozsakkina, kiyinishimiz ko'proq kiyinsakkina, gapirishgina hokazo bo'lsa, tasavvur esa ko'proq boshqalarga e'tibor bermaslik orqali deyapti. Boshqalarga e'tibor bermaslik orqali tasavvurimizni oshirar ekanmiz. Shuning uchun demak boshqalarning hayotini kamroq kuzatishimiz kerak bo'lyapti. Zo'r. Men hozir Instagramga 3 hafta bo'ldi o'chirib yuborganman. Maza. Hech kimning hayotini kuzatmayapman, o'zimning hayotimni. Yetab turaman, o'zimning hayotni yetab tongda tasavvur qilaman, kelib ishlarni tasavvur qilyapmiz. Mana bular ham ya'ni biz tongda Instagram yo'qotib olganimiz uchun bu rejalar tug'ilyapti, darslar tug'ilyapti. Ya'ni birgina boshqalarning hayotini kuzatmaganimiz evaziga o'zimizning hayotimizni chiroyli qilib boshlar ekanmiz. Agar boshqalarning hayotini kuzatib boshlasak, bo'ldi shu bizni. Shablon hayotimizni standart qo'yib. Ha, zo'r yana narsa. Tasavvurni nima sindiradi desa, standart narsalar. Ya'ni standart narsa degani sen shunaqa yashashing kerak. Ya'ni kimningdir hayotini kuzatsak, men ham shunaqa yashashim kerak ekan, men ham shunaqa fikrlashim kerak ekan degan standartga tushib qolar ekanmiz. Biz standartga tushib qolganimizdan keyin biz fikrlamay qo'yar ekanmiz. O'ylamay. Chunki biz mana o'ylashimizga kerak emas-da, chunki tayyor shablon bor-ku. Tayyor bloger bor. Shunga o'xshasam bo'ldi-ku. Nega kerak o'ylashim kerak? O'ylashim kerak emas-ku, to'g'rimi? Nega men yangi kelajakda mashinani tasavvur qilishim kerak? Chunki tayyor mashinani ko'rsatib qo'yibdi-ku. O'ylatmayapti, tasavvur qildirmayapti. Shuning evaziga bizning tasavvurimiz yo'qolib ketyapti. Imom G'azzoliy bobomiz Imom G'azzoliy bobomiz tug'ilgunigacha Eron olimlari faqat aqlga urg'u berishgan ekan. Faqat aqling bo'lsa bo'ldi. Aql deyilgan ekan. Imom G'azzoliy bobomiz esa o'zgartirgan ekan. Odamlar ko'rishimiz uchun ko'zlarimizni ochishimiz kerak deb o'ylashadi. Ko'rishimiz uchun ko'zimizni ochishimiz kerak deb o'ylashadi. Men ta'kidlaymanki, ko'rish uchun ko'zlarini yumib tasavvur qilishni boshlash kerak deyapti. Haqiqiy ko'rish ko'zni yumib tasavvur qilishdan boshlanar ekan. Ko'pchilik biladi-ku, men 2 marta tug'iladi odam deydi. Birinchisi o'zi onadan tug'ilgan payt deydi, keyingisi nega tug'ilganini bilgan payt deydi-yu. Ya'ni ikki xil narsa. Onadan tug'ilgan paytimiz o'zi haqiqatan bizni tabiatimiz bor, biz ko'zimizni ochilishiga bo'linadi. Lekin nega tug'ilganimizni bilganimizda ikkinchi boshqa ko'zimiz ochiladi. Kitob o'qiyotganda ham xayol qilib, o'qisa o'shani tasavvur qilib o'qib. Mana shu narsa zo'r narsa ekan, shu narsa. Standart narsani tasavvur qilish miyani ko'p ketkizmaydi deyapti. Ya'ni gaplashdik bu narsani. Masalan, mana standartni stul. Buni hamma ko'rdi, to'g'rimi? Buni ko'rdi, tasavvur qilish qiyin emas-da. Noodatiy narsalarni tasavvur qilish hozir birga tasavvur qilamiz. Akula sifatida qurilgan bino. Desak, ujumi miya nagruzga tushib boshladi. Yana bittasi. Yana nima deb tasavvur qilsak? 10 qavatgacha bino qurilgan, o'rtada bo'shliq bor, hech narsa qurilmagan, keyin yana 15 qavat qurilgan. Keyingisi bor. Samolyot uchmayapti degani yerda yuribdi. Uchmayapti, shaharda ichida yuribdi. Misol uchun, ya'ni nostandартlar, shu paytgacha ko'rgan narsalarimizga qarshi narsalarni o'ylasak, tasavvurimiz miyamiz ishlar ekan. Boyaga zanglab ketgan joylar ishlab qoladi. Imom Abu Hanifa ustozlarimiz taniydi, Hanafiy mazhabida o'zini zamonlarida 6000 ta masalaga javob berib ketgan ekan. 6000 ta masalaga. O'zining zamonida yo'q narsaga. Tasavvur qilyapsizmi? U imom bo'lgan. 6000 ta o'zining zamonida yo'q bo'lgan masalalarga javob yozib ketgan. Bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha payt texnika bo'lmagan-ku. Texnika bo'lganda nima bo'lardi degan narsalarga, ya'ni o'zining hozirgi real hayotida yo'q, kelajakda bo'ladigan ishlarga javob yozib ketgan ekan. Bu tasavvurning qanchalik kuchli ekanligini bildiradi. Endi zo'r tasavvur haqida gaplashib oldik. Endi mayli, tasavvur o'zi nega kerak bo'lishi haqida gapiramiz. O'zi bo'ldi. Tasavvur haqida bilib oldik. Nega tasavvur haqida bir kirish qilib oldik. Endi o'zi nega kerak? Birinchi odamda nima bo'lishi kerak? Tasavvur. Farosat bo'lishi kerak. Tasavvur qilishga eng kulchli narsa shu narsa. Biz farosatli bo'lishimiz uchun tasavvurimiz bo'lishi kerak. Chunki farosat degani kelajakda bo'ladigan voqealarni oldindan ko'rib harakat qilish degani. Farosat ham, to'g'ri? Misol uchun mehmon keldi, uyga kirib ketdi, chiqishidan kirib ketgandan keyin oyoq kiyimlarini taxlab qo'yamiz. Nega? Chunki mehmonlar qaytib chiqadi.
chiqqandan keyin ko'rganiga xursand bo'lish. Bizni oldindan tasavvur qilishga Ha. berilgan. Bu farosat shuni. Farosatlilar degani kelajakni oldindan ko'ra oladiganlar degani, kelajakda oldin. Misol tushunarli bo'ldi. Ya'ni kelajakni oldindan ko'ra olyapmizmi? Demak, tasavvurimiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni farosatimiz yaxshi bo'ladi. Kelajakni oldindan ko'ra olmayapmizmi? Demak, biz farosatimiz shu o'ziga yarasha. Masalan, avtobusga o'tirdik. Avtobusda ham shunday bordik, bo'sh joy turibdi, lekin katta insonlar tik turibdi. Borib o'tirib olishimiz ham bor. Keyingisi, yo men o'tirib olsam, bular o'tirish kerak, bularning qalbi og'riydi, bularning oyog'i og'riydi. Ket turib, bularga joy beray deyish bor. Ya'ni bu tanamizda bo'ladigan hodisalarni oldindan ko'rishimiz kerak. Tanamizdan oldin qilishimiz kerak. Bu tasavvur juda kuchli narsa ekan. Tanamizdan oldin mana men markerni ushlamasdan oldin markerni ushlasam nima bo'ladi? Tushundingizmi? Ya'ni men vilajni olib yurishim kerak hozir yonimda. Chunki bir farosatli bo'lsam, men vilajni olib yurishim kerak. Nimaga? Markerni ushlaganimdan keyin qo'limni chislashashi mumkin. Oldin narsa. Biz olib kelib doskani tayyorlab qo'ydik. Nimaga? Chunki darsga kerak bo'ladi deb. Sunnatni biz dars boshlaganimizda sunnatni farosati ishladi. Keling, o'sha olib qo'yaylik. Yana qayta ko'rsak ham bo'ladi dedi. Ya'ni kelajakni oldindan ko'rish. Kelajakdagi foyda va zararlarni oldindan ko'rish bu farosat hisoblanadi. Bu ham nima? Tasavvur ekan. Keyingisi empatiya. Nima degani empatiya? Empatiya degani nima degani? Empatiya degani boshqa odamlarning ichki holatini his qilish degani. Simpatiya bor, empatiya. Ha. Ya'ni empatiya boshqa odamlarning ichki holati. Tasavvur qiling, yana tasavvur qiling. Men Shahruza bo'la olmayman. Shahruzani ichiga kira olmayman. Ravshan aka ham bo'la olmayman, Ravshan aka ichiga kira olmayman. Abdurahmon ham bo'la olmayman. Abdurahmon ichiga ham kira olmayman. Lekin menda bitta narsa borku bizda. Alloh bergan nima? Tasavvur. Tasavvur qilib, biroz bo'lsa-da 100% bo'lmasa ham 70%, 80% holatni tasavvur qila olishim mumkin. Ya'ni bu empatiya odamning ichki holatini tasavvur qilib, men Shahruza bo'la olishim mumkin. Shahruza hozir nimani his qilyapti hozir yoki Fazilat hozir nimani his qilyapti? Nozimxo'ja hozir nimani his qilyapti? Shu ishni qilib bo'lganimdan keyin nimani his qiladi? Ya'ni biz mana psixologiyamizga o'xshatadi. Bu biz kelajakda hammamiz boshqaruvchi bo'lmoqchimiz. To'g'rimi? Odamlarni boshqarmoqchimiz. To'g'rimi? Rahbar bo'lmoqchimiz. Demak biz zo'r rahbar bo'lishimiz uchun boshqarayotganlarimizni ko'proq his qilishimiz kerak emasmi? Ular nimadan ko'proq his qiladi? Ularni qiynayotgan narsa nima? Ulardan oldinda yurishimiz uchun. Boshqarish degani ulardan oldinda yurish degani. Boshqarish degani ulardan ko'proq ma'lumot bilish degani. Boshqarish degani ularni bo'laklarga bo'lish degani. To'g'rimi? Boshqa o'tgan safar gaplashdik-ku. Mijoz analiz qilish degani. Mijoz analiz qilish degani mijoz analiz qilib, mijoz haqida mijozdan ko'p ma'lumot bilish degani, empatiya. Demak, bu tasavvurga ortda qiladi. Mijoz bo'la olmaymiz biz. Bizning egamizmiz, lekin mijoz bo'la olmaymiz. Lekin mijoziga qulaylik yaratmoqchimiz. Mijozni tasavvur qilmoqchimiz. Men qachonki mijozimni yaxshiroq his qilaman, tasavvur qila olsam mijozning holatini. Mana bu kirib kelsa nima qiladi? Ha, mana stol bor ekan, mana olib qo'yishim kerak ekan. Ofitsiantimizni yaxshiroq kiyintirib qo'yishimiz kerak ekan. Ofitsiantimizga mana bu ismini yozib qo'yishimiz kerak ekan. Ya'ni mijoz holatiga tushib tasavvur qilib. Kelishdan oldin Salom berish kerak ekan, tirnoq olingan bo'lish kerak ekan, soch yig'ishtirilgan bo'lish kerak ekan deb mijoz holatiga tasavvur qilib, mijozni kelajakdagi ishlariga, ya'ni mijozni empatiyasini his qilib, farosatli ish qilib boshlaymiz. misol kelib qoladi. Aha. Sen do'sting, o'rtog'ing qiyin ahvolga tushganda, u senga model jihatdan yordam so'rashdan oldin, sen uni berishing kerak. Zo'r narsa shunday. Empatiya shunaqa. Bir do'stimiz yana bir do'stimiz qiynaldi. U so'ramasdan oldin o'zimiz yordam berishimiz. Vaziyatini aytganini o'zida o'sha bilish kerak. Balkim aytmasdan bilsak bo'ladi. Telefonni ko'tarmay qoldi, to'g'rimi? Qanaqa siqilib yuribdi, o'tirib olib, nima bo'ldi deb so'rashimiz, empatiyani his qilib, ham bu bizning farosatimizni ham bildirar ekan. Keyingisi nima? Yana bizda yo'qolib ketayotgan narsa nima? Axloq, odob. Axloq odobimiz ham tasavvurimiz bo'lsagina biz axloqli va odobli bo'lar ekanmiz. O'zi tasavvur qilmasdan odobli bo'lish mumkin emas-da. O'zi odobli degani, bu ham shuni farosatga o'xshaydi. Odobli degani kelajakdagi bo'ladigan ishlarga tayyorgarlik ko'rish degani. To'g'rimi? Misol uchun bizni yoshligimizda ona misol uchun qayerga mehmonga borishdan oldin bizga bir yarim soat tarbiya darsi o'tdilar. Borganingdan keyin bunaqa yurasan, bunaqa gapirasan, bunaqa deysan, bunaqa yesan, bunaqa yurasan deydilar. Odob. Ya'ni men mehmonga borishdan oldin tasavvur qilardim. Ha, xolaning uyiga eshigiga bu yoqda ekan, bu yoqqa kirilar ekanmiz, bunaqa yer ekanmiz, bunaqa qo'limizga borganmiz. Ya'ni borishdan oldin tayyorgarlik ko'ramiz. Odob, axloq ham shunaqa. Ya'ni farosatga hammasi bir-biriga o'xshash.
axloqli bo'lmoqchimizmi, odobli bo'lmoqchimizmi, endi o'zimizni o'zgartirmoqchi bo'lsak, tasavvurimiz kerak ekanda. Axloqli bo'lmoqchi bo'lsak, odobli bo'lmoqchi bo'lsak, tasavvur juda muhim hisoblanadi ekan. Keyingisi xotira. Xotiramizni kuchaytirmoqchi bo'lsak ham, tasavvur kerak ekan. Tasavvur kuchlilarning xotirasi kuchli bo'lar ekan. Mana mnemonika nima deydi? Yana ularning xotirasi nega kuchli desangiz, ular har bir sonni biror bir narsaga bog'lab tashlaydi, bilsangiz. Bog'lab tashlaydi. Tasavvurda oltini nimadir do'stiga, oltini Oltiboy domlaga, sherni qanaqadir o'rmondagi sherga, ya'ni tasavvurni har bir raqamni, har bir jumboqni tabiatdagi real keyslarga bog'lab tashlaydi. Abdurahmonni ko'rsang yana kimlar, sumkani nimaga, kitobni nimaga, kompyuterni nimaga bog'lab tashlaydi. Shu orqali yana bizni xotiramizni kuchaytirishimiz uchun ham bu tasavvur juda kerak. Hozir mana tasavvurroq dars bo'lyapti. Shu bo'layotgan darsni qanchalik ko'p xotirada qolishni xohlasak, aytilayotgan har bir gapni miyada zagruzka qilishimiz kerak ekan. Har bir gapni tasavvur qilib, she'r deganda she'rni tasavvur qilib, odob, axloq deganda shuni, farosat deganda shuni, ya'ni men aytayotgan gaplarni miyaga o'tkazib, tasavvur qilib, yana joylab qo'yaversak, bu dars tugagandan keyin ham xotiramiz qolib ketish osonroq bo'lar ekan. Keyingisi sabr. Sabr qilishimizda ham tasavvur kerak bo'ladi. Bu sabrlilar degani nima deydi? Bu sabrli odam degani nima tushunadi? Sabrli degani hozirgi qiyinchilikka chidayapti degani. Nega? Chunki u kelajakda kutilayotgan mukofotlarni tasavvur qilgan. Sabrli-da. Onalarimiz sabrli bo'lgan urush davrida desa nimaga desa, chunki rostdan ham qiyinchilik bo'lgan, lekin ular qachondir yaxshi kunlar kelishini bilganda, yoki eri urushdan qaytib kelishligini misol uchun tasavvur qilgan. O'shani kelajakda keladigan mukofotlarni rohati bilan qiyinchiliklar yenggan va sabrli bo'lgan shu narsa. Ya'ni tasavvur qila olsak biz sabrli bo'la olamiz. Tasavvur qila olmasak sabrsiz ketamiz. Demak biz mana hammasi yo'qolib ketayotgan narsalar, farosat yo'qolib ketyapti, empatiya yo'qolib ketyapti, axloq odob yo'qolib ketyapti, xotira kamayib ketyapti, sabr kamayib ketyapti. Demak, hammasi borib tasavvurda qilyapti ekanda. Biz tasavvurimiz yo'qolib ketyaptiki, biz farosatsiz bo'lib qolyapmiz. Tasavvurimiz yo'qki, empatiyasiz odamlarni his qila olmayapmiz. O'zimizdan boshqa hech kim o'zimizni ko'rib qolyapmiz, faqat egoist. Axloq odobsiz yo'q bo'lib qolyapmiz. Xotiramiz sustlashib qolyapti. Yoki sabrsiz bo'lib qolyapmiz. Tez bo'lsa, tezroq kelsa shu narsa. Hozir ozgina qiyinchilik kelsa ham qachon yaxshi kunlar keladi? Yana natijani kutmaslik. Yana nima desa, bu o'rganishda ham kerak ekan. Kashfiyot qilishda ham tasavvur kerak ekan. Kelishuvlarda ham shartnoma tuzmoqchimiz. Men hozir Ravshan aka bilan biznes qilmoqchimiz. Sabr bunda tasavvurga nimaga desa, qachon zo'r shartnoma tuzilgan bo'ladi? Biz ajralishni oldindan gaplashib qo'ysak. To'g'rimi? Kelishuvda o'tilarizmi? Ya'ni qachon zo'r kelishuv bo'ladi? Qachonki kelajakdagi bo'lish mumkin bo'lgan voqealar oldin yoziladi. Agar sen vafot etib qolsang, sen ketib qolsang, sen biznesdan chiqmoqchi bo'lsang, sen menga xiyonat qilsang nima bo'ladi? Ya'ni kelajakdagi bo'lgan ishlarni oldindan o'ylab reja tuzishimiz, kelishuv qilishimiz eng zo'r kelishuvlar qilingan bo'ladi. Shartnomalarim shunaqa. Keyin yo'qotganiga rozi bo'lish ham shunaqa. Yo'qotganimizga rozi bo'lishda ham tasavvur kerak bo'lar ekan. Bitta narsani yo'qotdik. Nimamiz? Telefonimizni yo'qotib qo'ydik hozir. O'sha payt taslim bo'lishligimiz ham tasavvurimiz bo'lar ekan. Tasavvurga bog'liq ekan shu narsa. Yoki saxiylik. Ya'ni saxiylik ham biz tasavvur qilamiz, hozir biz saxiylik qilib beryapmiz, hammaga ulashyapmiz, ilm beryapmiz. Tasavvur qilamiz, bu yaxshi inson bo'ladi, bu kelajakda farzandini tarbiya qiladi, farzandi do'stlariga ulashadi, do'stlar orqali bu do'stlariga tasavvur qiladi, bu borib onasini o'zgartiradi, bu borib otasini o'zgartiradi. Bu zo'r ekan-ku. Ya'ni demak men saxiylik qilishda davom etaman. Ilm ulashish. Men hozir 20 daqiqa gapiraman. 20 daqiqa gapirgandan keyin Ravshan aka yoqadi, Ravshan aka tasnandan yozadidagina buni chiqaradi, buni keyin Abdurahmon o'qiydi, Abdurahmon borib ukasiga o'rgatadi, ukasi borib do'stlariga, kursdoshlariga o'rgatadi, yo'qadi, bu borib oilasiga o'rgatadi, ayoliga o'rgatadi. Shunaqa ketdi shunaqa. Men hozir tasavvur qilganim uchun turgandim men shu yerda. Agar men natijasini tasavvur qila olmasam, bu yerga chiqa olmasdim. Uyalamani kerak emasdir. Una ko'ra abidga chiqqanim yaxshi deb, to'g'rimi? Yoki o'zimning ishimni qilganim yaxshi deb. Natijani tasavvur qilib, natijani rohati bilan shu yerda turgan bo'lish. Shuning uchun juda zo'r narsa. Keyin yana bizneslarda lavozim yo'qnomasini yozdiramiz, to'g'rimi? Tadbirkorlarga. Bu ham lavozim yo'qnomasini yozishda ham tasavvur juda muhim hisoblanadi. Ya'ni o'sha xodimni tasavvur qilib biz lavozim yo'qnomasini yozishimiz kerak. Volontyorga lavozim yo'qnomasi yozyapmiz, to'g'rimi?
Biz hozir lekin volontyor emasmiz. Chiqib ketganmiz, to'g'rimi? Hozir ham volontyor ish qilyapmiz, lekin biz kelajakdagi bir oydan keyin bo'ladigan volontyorga lozim ekan. Mana bu mikrofonni bunday ushlash kerak, suvni bunday ushlash kerak. Ya'ni nima qilyapmiz? Mikrofon, to'g'rimi, Abdurahmon? Siz mikrofonni yozayotganingizni tasavvur qilyapsiz. Mikrofonni ushlashini, yoqishligini, o'chirishligini, qanaqa holatlar bo'lishligini kelajakda bo'lgan ishni tasavvur qilib yozyapmiz. Qancha biz tasavvurimiz kuchli bo'lsa, shuncha kuchli yo'riqnoma yozamiz va uni shuncha kam xato bo'ladi. Demak, biz qarangizlar. Har birimiz hozir tarix yozuvchi ekanmiz. Biz hozir shuncha qancha kuchli tasavvur qilib, shuncha kuchli narsa yozib kelsak, kelajakdagilar shuncha kam xato qiladi. Biz hozir shuncha yaxshiroq tasavvur qilib, kerakli maslahatlar berib kelsak, hozir suvni uvol qilmanglar deb yozib kelsak, masalan, kelajak tasavvur qilib, kelajakdagilar hozir suvni uvol qilmasa, kelajakka foydamiz bo'ladi bu narsa. Tasavvur muhim ekanligini, nimalar uchun kerakligini bildik. Endi tasavvurni qanday rivojlantiramiz? To'g'rimi? Savol tug'ilgan o'shga. Qanaqa rivojlantiramiz desa, buni o'chiraveramiz. Farosatli bo'lishimiz uchun, axloqli bo'lishimiz uchun, xotiramiz kuchli, sabrli bo'lishimiz uchun endi tasavvur kerak ekan. Tasavvurni qanaqa kengaytiramiz desa, birinchisi kitob o'qish ekan. Kitob o'qish orqali tasavvurimizni kuchaytirar ekanmiz. Kitob o'qish orqali. Chunki bu real case. Kitob o'qiganingizda tasavvur ketdi. Bitta kitobni 10 kishi o'qib 10 xil narsani tushunadi. Nimaga desangiz? Chunki hammaning tasavvur doirasi har xil. Hamma har xil narsani tushunadi. Bu tasavvur doiraga qarab ketadi. Asosan qaysi kitoblar tavsiya qilinadi? Hamma kitob emas, badiiy kitoblar tavsiya qilinadi. Fizik va tarixiy kitoblar tavsiya qilinadi. Tasavvurni kuchaytiradigan kitoblar, badiiy, fizik, tarixiy kitoblar bizni hammasi qarang. Nega desangiz, tarixiy bu o'tib ketgan. Fizik bu juda kichik olamda bo'lgan narsa, ya'ni ko'rmaymiz. Badiiy ham. Ya'ni nega badiiy deyapti? Chunki badiyni biz ko'rmaganmiz. Fizik juda kichik mikro olam haqida gap ketadi. Ko'ra olmaymiz. Atom ko'rganmizmi? Yo'q. Molekulalarni ko'rganmizmi? Yo'q. Tarixiy o'tib ketgan voqealar haqida yozadi. Ko'rganmizmi? Yo'q. Ya'ni hozir real hayotda ko'ra olmaydigan ma'lumotlarimizni o'qish tasavvurimizni kuchaytirar ekan. Hozir ko'ra olmaymiz. Hozir men Abdurahmon haqida tasvirlangan matnni o'qisam, men tasavvurimni kuchaytirmaydi. Chunki Abdurahmon ko'rib turibman-ku. Yo'q odam haqida yozilgan bo'lsa, men tasavvurim kuchayadi. Chunki men ham chizaman, qoshim bunaqa edi, ko'z bunaqa edi, sochim bunaqa edi desa. Tushunadi? Marketing, biznes kitoblarini tasavvur uchun emas. Ha, ular instrument uchun ular. Instrument uchun. Keyingisi yozish. Keyingisi yozish tasavvurimizni kuchaytirar ekan. Nega desa, o'ylamasdan gapirish mumkin, to'g'rimi? Lekin o'ylamasdan yozib bo'ladimi? O'ylamasdan yozib bo'lmaydi. Maksimum mana nechta yozganlar biladi. O'ylamasdan yozish mumkin emas-da. O'ylab yoziladi. Demak, tushunsak bo'ladiki, o'ylab qilinadigan ishlar tasavvurimizni kuchaytiradi. Kitob o'qiyotganimizda ham o'ylab kitob o'qiymiz. Nima bo'ldi, nima deydi bu yerda, nima ma'noni tutdi. Yozayotganimizda ham o'ylab yozamiz. Chunki o'ylamasdan yozish mumkin emas. Qancha ko'chirish bor, narsa qolmasa, ko'chirish bo'lmasa, masalan, nima bu bor matnni keyingi matnda ko'chirishdan emas-da, boshqa narsa, ya'ni o'ylab miyamizda bor narsani yozmoqchi bo'lsak, bitta insho deylik, erkin insho berildi. Ona haqida yozib keling, bo'ldi. Ko'chirmasdan yozgan narsamizning hammasi tasavvurimizning mahsuli hisoblanadi. Nimani yozsak, bu tasavvurimizda bor narsani yozdik. Kam narsami? Demak, tasavvurimiz shunaqa. Ko'p narsami? Demak, tasavvurimiz shunaqa. Keyingisi tafakkur qilish. Tafakkur qilish. Tafakkur qilish ham tasavvurni kuchaytiradi. Tafakkur qilish nimaligini hamma biladi. Ya'ni hech narsa eshitmasdan, hech narsani o'qimasdan, hech narsani balki yozish mumkindir. Eshitmasdan, o'qimasdan yolg'iz yurish, yolg'iz o'tirish, yolg'iz yurish, mana shu holat tafakkur hisoblanadi. Miyamizni absolutni kapsulaga solib qo'yishimiz kerak. Mana shu tashqi shovqinlardan xolis qilib o'tirishligimiz bizni tafakkurimizni, ya'ni tafakkur qilish jarayonida bizni tasavvurimiz kuchayib boshlaydi. Kelajakni o'ylaymiz, nima bo'ladi? Men hozir ya'ni qilayotgan ishimiz hozir to'g'rimi, to'g'ri emasmi? O'zi nima maqsadda ishga kirgandim? Nima maqsadda boshlab ketyapman? O'zi nega men tug'ilganman? O'zi savollar kelib boshlaydi. Keyingisi har doim hozir tongga challenge qilayotganimiz ertalab piyoda yurishimiz. Bu ham tasavvurimizni kuchaytiradi. Ertalab piyoda yurish, bir narsa eshitib yurish emas. Quloq hech narsa taqmasdan
yolg'iz kimlardir gaplashmasdan yolg'iz ertalab piyoda yurishligimiz tasavvurimizga foyda bergan. Real case mana o'zimda bo'lgan narsa. Boshida piyoda yurish challenge qilganimizda men naushnik taqib olardim, podkast qo'yib olardim, nimadir qo'yib olardim. Yaxshi bo'lardi. Lekin ertalabga oladigan narsani nimadir ola olmasdim. Ertalab nimadir olish kerak-ku. Podkast hozir ham eshita olaman, to'g'rimi? Lekin tongda olishim kerak bo'lgan narsani ola olmadim. Keyin nima qildim? Eshitadigan narsani hammasini yig'ishtirdim. Faqat ertalab chiqishni oldin dumaloq videoni yuborib, hamma gruppaga tarqab chiqaman, telefonni o'chiraman, chiqishga solamanda, faqat hech narsa eshitmas, faqat yuraman. O'zi baraklanish hidashi, o'zi kuz kelayotganligi, ha deb baraklar quryapti ekan, oldimizda onaxon o'tib ketyapti. Bu onaxon nega o'tib ketyapti? Savol yuz chiqiladi. Nega onaxon yuribdi? Otaxon yuryapti, nega yoshlar yo'q? Nima zarur bularga? Nimani suhbatlashyapti bular? Ko'r boshlaysiz. Atrofga qarab, nega daraxt, nega qushlar, nega mushuk yuribdi, nega itlar emas, hayvon emas? Uju fikrlab, odam o'zi bilan o'zi o'ylab, o'zi miyasida majlis boshlanib, tongda piyoda yurish bizni tasavvurimizga kuch keltirar ekan. Yo'lning chetida yurishni maslahat bermayman. Katta yo'lning chetida bitta mashina o'tib ketadi, bittasi baqirib, bittasi signal chalib, u emas. Hech bog'da, tog'da bo'lishi mumkin, daryo bo'yida bo'lishi mumkin. Xullas, tabiat shovqinlari orasida yurishimiz kerak. Sun'iy shovqin emas. Mashinaning shovqini sun'iy shovqin hisoblanadi. Odam shovqini sun'iy shovqin hisoblanadi. Tabiat, qushni sayrashi, barglarning shovqini, daraxtniki, daryoniki tabiiy shovqinlar orasida yolg'iz yurishligimiz, piyoda yurishimiz, tafakkur qilishligimiz bizni tasavvurimizni kuchaytiradi. Keyingisi maqsad qo'yish. Maqsad qo'yish ham, maqsadni yozish ham, maqsad qo'yish ham tasavvurni kuchaytiradi. Men oldin demasdim, chunki maqsad qo'yayotganimizda tasavvur qilib qo'yamiz-ku. To'g'rimi? Tasavvursiz maqsad bo'lmaydi. Shu narsa, ya'ni qachonki to'g'ri maqsad qo'yiladi, demak maqsad tasavvur to'g'ri qilinsa. Qachonki bog'liqda tasavvur to'g'rimi, maqsad to'g'ri bo'ladi. Maqsad to'g'ri, demak uning tasavvuri to'g'ri. Demak maqsadini qo'ya olmayaptimi, demak tasavvur qila olmayapti. 10 yildan keyin, ustoz aytadi-ku, darslarimizda aytadi, davay eslaymiz, 10 yildan keyin hamma tasavvur qilsin. Nima bo'ladi desa, hamma ko'zingga ba'zida tasavvur qiladi, tasavvur. Nega biz pulimiz boshqara olmayapmiz? Nega biz byudjet qila olmayapmiz? Chunki kelajak tasavvur qila olmayapmiz. Real case-da. Yana bir oydan keyingi rejamiz yo'q bizning, qo'pol bo'lsak. Shuncha pul yig'a olmayotgan bo'lishimiz mumkin, balki. Nega biz tongda turishga qiynanyapmiz? Chunki bizni tongda turganimizdan keyingi qilayotgan ishlarimizni biz real tasavvur qilmagandirmiz. Ha, hozir bizni jarimani kuchi uyg'otyapti. Ya'ni hozir men tura olmasam, keyin tasavvur qilamiz. Ha, kartadan 100 ming so'm to'lov qilib, 100 ming ketdi, 100 ming evaziga nima ishlar qilamiz? Yana 100 ming kuchi, yana 100 ming yo'qotish tasavvuri bizni uyg'otadi. Yana yo'qotyapmiz, nimani yo'qotyapmiz? Ha, ya'ni tasavvur qilishimiz kerak. Demak, hamma maqsadga bog'lab tashlashimiz kerak-da shu narsani. Shuning uchun zo'r. Keyingisi Tasavvur yo'qligini zo'r. Rejalashtirish. Ya'ni maqsad qo'yish ketadi u ham. Rejalashtirish ham tasavvurni kuchaytiradi. Keling rejalashtiramiz tez. Ha, keling rejalashtiramiz. Tez narsa 4 dastur qanaqa o'tkazamiz? Hali bo'lmagan voqeani o'ylab rejalashtiryapmiz. Rejalashtirish, ha. Bunaqa bo'lishi mumkinmi? Ha, bunaqa bo'lishi mumkin. Xo'p, qani tadbirkorlar qaydan kiradi? Qaydan chiqadi? Xo'p, hojatxona ikkisi nima bo'ladi? Bu yoqda nima bo'ladi? Ovoz eshitiladimi, yo'qmi? Volontyorlar qayerda turishi kerak? Spiker qachon chiqishi kerak? Qachon chiqmasligi kerak? Obed qachon bo'ladi? Peshin qachon bo'ladi? Asr qachon bo'ladi? Kelajakdagi voqealarga biz o'ylab rejalashtiryapmizmi demak tasavvurni ishlatyapmiz. Keyingisi rasm chizish ham bizni tasavvurimizni kuchaytirgan. Oddiy bo'mbo'sh varaq berildi, hamma o'zining tasavvuri bor narsani chizadi. Bo'mbo'sh varaq, istagan narsani chiz. Kimdir tog' chizadi, kimdir quyosh chizadi. Real case. Men qishloqda yashagan, men qishloqda katta bo'lganman. Qishloqdagi paytda men shahar chiza olmasdim. Faqat tog' chizadi, quyosh chizadi, qo'y chizadi. Ya'ni ko'rgan narsangiz tasavvurimga shu narsa chiqqanda, tushunasizmi? Daryoni chizardim, ko'prik chizardim, mashina chizardim. Ya'ni hozirgi Kia BYD-larni chiza olmasdim. Nima? Mana Kia BYD Mercedes-Benz qanaqa? Tushunasizmi? Hozir ko'raylik, turgandan keyin. Ha? 5 minut vaqtimiz ketdi. Tushunasizmi? Hozir menga bersa, hozir chiza olaman, shaharni chiza olaman, svetoforni chiza olaman, yo'llar qanaqa bo'lishini chiza olaman, darslar qanaqa bo'lishini, odam qanaqa bo'lishini chiza olaman, misol shunday. Rasm chizsam shunaqa, ya'ni odamga rasm chizdirib, uning tasavvurini ko'rsatib bilsak bo'lar ekan. Chizdiradi, qanaqa rasm chizdi. Daraxt. Ha, xil daraxt chizib qo'yadi. Hamma o'zing. Shu yerda daraxt chizsa, hamma o'zi shu yerdagi daraxtlarni chizadi. Hech kim Afrikada daraxtni chiza olmaydi, hech kim. Keyingisi boya yozdim lekin, bu ham insho yozish.
Buni boya yozdik lekin. Erkin mavzuda insha yozish ham bizni tasavvurimizni kuchaytiradi. Insha yozish. Bitta mustaqil ona haqida yozinglar, vatan haqida yozinglar. Shaxsiy rivojlanish haqida yozinglar, uyg'onish haqida yozinglar. Erkin mavzuda insha yozaversak, har kun yozaversak, post yozishlik, misol uchun. Post yozsam, ya'ni tasavvurimizni kuchaytirar ekan. Keyingisi o'limni eslash. Nega qabristonga boringlar deydi? Qabristonga boringlar, bir haftada bir borib turinglar deydi. O'limni har kuni, bir kunda necha marta eslash tavsiya qilinadi? 3 martami? Shunaqa. Kamida 3 marta tavsiya. O'limni eslash ham bu bizni tasavvurimizni kuchaytiradi. Ya'ni kelajakdagi narsada aniq bo'ladi. Lekin tasavvur qilishimiz kerak shu narsa. Aniq bo'ladi, to'g'ri. Qanaqa holatda bo'lishligimiz. Hammasi farosatli bo'lishimiz, odob axloqli bo'lishligimiz hammasi mana shu atrofda quriladi. Chunki o'lgandan keyin odamlar meni yaxshi nom bilan eslash kerak. Yaxshi amallar qilamiz. O'lgandan keyin farzandlarim qiynalmay qolmasligi kerak. Yaxshi tarbiya beramiz. O'lgandan keyin do'stlarim meni ortimdan yaxshi duo qilish kerak. Demak, men o'lganimdan keyin do'stlarim yaxshi nom bilan duo qilish uchun, demak, men ularga birinchi o'rinda yaxshilik qilishim kerak. Ikkinchi o'rinda men yaxshi do'stlar bilan yurishim kerak. Yomon do'stlar bilan yursam, hech qachon mening nomimda yaxshi duo qilmaydi ular. Chunki ularning og'zidan yaxshi so'z chiqmagan. Mana shuni eslab filtr yoqlamayapmiz. Mana bu ishni qilishim kerak, mana bu ishni qilmasligim kerak. Bu bilan yurishim kerak, bu bilan yurmasligim kerak. Bu kitob kerak, bu kitob kerak emas. Bu blogerni kuzatishim kerak, buni kuzatishim kerak emas. Ya'ni qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni oldindan o'ylab qilib boshlaymiz. Mana shu narsa. Shu holatimizni qanchalik kuchli tasavvur qila olsak, shu holatimizni shunda kamroq xato qilamiz, ko'proq yaxshilik qilamiz. Ko'proq yaxshilik qilishga harakat qilamiz, chunki bu holatni yaxshi tasavvur qilyapmiz-da. Shuni tasavvur qila olmayapmizmi? Demak, shuning uchun ko'p xato qilayotgandirmiz, shuning uchun ko'p gunoh ishlar qilayotgandirmiz, shuni unutib qo'yayotganimiz uchun, yaxshi eslamayotganimiz uchun tasavvur qila olmayapmiz-da. Bu ham alohida mavzu. Keyingisi savollar tuzish. Savollar tuzish real bo'ldi. Kecha birinchi darsni ko'rib bo'ldim, bizning san'at darsini ko'rib bo'ldim, keyin 10 ta savol tuzish kerak edi, to'g'rimi? Keyin qanaqa savol tuzaman deyapman. Qanaqa savol? Demak, tasavvur qilishim kerak, demak. Qiyin bo'lish kerak, qiziqarli bo'lish kerak, va shu javobi shu mavzuning ichida bo'lish kerak. Men o'ylayapman shu narsa. O'zim miyamga nagruzka beryaptimi? Demak, bu tasavvur kuchaytiradi. Demak, istalgan zo'r narsa case. Kitob o'qib bo'ldikmi? Savol tuzishimiz kerak ekan. Ya'ni savol javob o'sha kitobda ichida bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Kitob o'qib bo'ldik. O'sha kitobni yana kimdir o'qisa, o'sha odamni kitobni o'qigan, o'qimaganligini tekshirishimiz uchun savol tuzishimiz kerak ekan. Bu zo'r narsa. Ya'ni biz rostdan ham o'zimiz o'qigan narsani miyamizga saqlab, miyamizdan savol tuzib, uni his qilib, yo buni topa oladi, buni topa olmaydi, buni qiynaladi deb, uni holatini tasavvur qilib, savol tuzishimiz kerak. Savol tuzish zo'r ekan. Mana hozir paytda javoblar ko'p-ku. To'g'rimi? Google'da ham ko'p, sun'iy intellektda ham ko'p. Zo'r savol bera oladiganlar zo'r javoblarni topib beradi. Chunki javoblar bor, javoblar aniq. Faqat kimlar o'sha javobni topa oladi desa, o'sha to'g'ri savol bera olganlar-da. Demak, bizning tasavvurimiz kuchli bo'lsa, to'g'ri savol bera olamiz, to'g'ri javoblar topamiz. Savollar tuzib, tasavvurimizni kuchaytiramiz, ya'ni bog'liq bir-biriga. Keyingisi matematik misollar aytish. Matematik misollar, masalalar, geometrik masalalar yechish, chizmalarni chizish, to'g'rimi? Masalalar, chizmalar, uchburchak, aylana, geometriya ham zo'r narsa. Geometriyani ancha tavsiya qilamiz. Geometrik masalalarni yechishni, uchburchak, aylana, burchak, qancha burchak ostida yotibdi, to'g'rimi? Mana geometriyada bor-ku. Chizma qanchalik aniq chizilsa, 50%lik natija tayyor degan, javob tayyor degan. Chizmani to'g'ri chizsang bo'ldi, sen 50% yechding degan. Biz olimpiadaga, masalan, matematika olimpiadaga borganmiz, shunaqa edi. Chizmani to'liq yechsak 50 ball beriladi bizga 100 balldan. Chizmani to'g'ri chizganimiz uchun. Chunki chizmani chizdi degani ozgina bosh qotirsa topadi javob deganida. Zo'r. Endi tasavvurni kuchaytiradigan ishlar haqida gaplashib bo'ldik, to'g'rimi? Eshitib qo'rasizmi? Endi tasavvurni o'ldiradiganlar haqida gapiramiz. Tasavvurni o'ldiradigan. Tasavvurni o'ldiradi.
ko'ngilochar videolar. Ko'ngilochar videolar bizni tasavvurimizni o'ldirar ekan. Qisqa videolar, qisqa vaynlar, bevani tweetlar, yozuvlar, hype'ga chiqqan trendlar, bular hammasi bizni tasavvurimizni o'ldirar ekan. Qisqa videolar, vaynlar, kulgili narsalar bizni tasavvurimizni o'ldirib ekan. Hatto buni ilmiy ham qilishibdi. Sun'iy intellekt olibdidagini faqat qisqa vayn, shunaqa bema'ni tweetlar, vaynlarni, qisqa videolarni olib, uni o'qitishibdi. Ya'ni sun'iy intellektda o'qitsa ular-ku, buni o'qitsa, uning fikrlashi 75% dan 57% ga tushib qolibdi. Sun'iy intellektniki. Xotirasi esa 84% dan 52% gacha kamayib ketibdi. Buning natijasida sun'iy intellekt ko'p bahslashadigan va o'zini yaxshi ko'rayotgan bo'lib qolibdi. Ko'rasizmi, ya'ni xulosa qilinyaptiki, axlat kontent nafaqat odamlarni, balki sun'iy intellektning ham miyasini chiritib berar ekan. Ya'ni nega biz vaynlarni kamroq ko'rishimiz, vaynlar, hazil videolar, ko'ngilochar narsalar, trendlarni kamroq ko'rishimiz kerak ekan. Tasavvurimizni o'ldirib, sun'iy intellektni o'ldirib yuboryapti, ya'ni sindirib yuboryapti, biz kim bo'lamiz? Keyingisi javob uchun miyani qiynamaslik. Javob uchun miyani qiynamaslik ham tasavvurimizni o'ldirib yuborar ekan. Ya'ni nima? Savol berildi, birdan chipta yozishligimiz. Birdan. Tez, ya'ni bizga savol berilsa, tez javob topadigan joyga qidirishligimiz, ya'ni yugurishligimiz bizni bo'ldi. Tasavvurni o'ldirgan. Ya'ni videoda aytilyaptiki, bir savolga javob izlamoqchi bo'lsak, eng yomon yechim sun'iy intellektda so'rash ekan. Eng yomon yechim. Undan keyingi yomoni Google dan so'rash ekan. Tepaga chiqadigan. Keyingisi biz yozib qo'ygan qaydlarimiz bor, daftarimizga yozib qo'ygan bo'lishimiz. O'sha savolning javobini o'sha yerdan qidirish deyapti. Undan ham yaxshirog'i o'qigan joyimizni topish deyapti. Qayda o'qigandim, qayda eshitgandim, o'shani topish deyapti. Undan ham yaxshisi javobni eslashga harakat qilish deyapti. Undan ham yaxshi esa javobni bilmasak, javobni tasavvur qilish deyapti. Eng so'ngida taxmin qilish deyapti. Mana shu narsa, ya'ni bu narsa vaqtinchalik kuchli qiladigan narsa. Sun'iy intellekt shunaqa deyapti hozir. Sun'iy intellekt bizni vaqtinchalik kuchli qiladigan narsa ekan. Bitta savol bersa, tez javob beramiz, bu zo'r. Yana savol beradi, yana javob beramiz. Bu bizni vaqtincha zo'r qiladi, lekin vaqt o'tgandan keyin miyamizni, tasavvurimizni o'ldirib yuborgan evaziga bizni kuchsiz qilib tashlar ekan. O'shaning uchun tavsiya qilinadi, bir savol berilsa, yozgan joyimizdan qidirishimiz kerak ekan. Qayerga yozib qo'ygandik, qayerdan ko'rgandim, topolmasak o'qigan joyimizni topishligimiz, eshitgan odamimizni topishimiz, eslashga harakat qilishligimiz, javobni tasavvur qilishga harakat qilishimiz keyin eng so'ngida taxmin qilib javob berishimiz kerak. Ana shu bizni tasavvur. Ha. Ya'ni tasavvur ishlatilmasa yo'qolib ketar ekan. Eng yomon narsa. Tasavvur ishlatilmasa yo'qolib ketar ekan narsa ekan. Keyingi tasavvurimizni o'ldiradigan narsa ahmoqlar davrasida yurish. Ahmoqlar davrasida yurish bizni tasavvurimizni o'ldiradi. Ahmoq kim? Ahmoq bu qilayotgan ishining natijasini bilmasdan qiladiganlar. Ya'ni oqibatini, ishlarining oqibatini bilmaydigan odam ahmoq hisoblanar ekan. Bir ish qilmoqchi, lekin natijasini bilmaydi. O'ylab ham ko'rmaydi. Nega hozir urushding? Kelajakda do'stlashishing mumkin edi desa, ustozing-ku desa, qiziqmas. Nega buni hozir chekyapsan? Bu zararli-ku, sog'lig'ingga zarar. Qiziqmas. Nega ichyorsan? Qiziqmas. Hozir o'qi, kelajakda foydali bo'ladi. Yo'q, shart emas. Ya'ni hozirgi qilayotgan ishlarining oqibatini bilmaydiganlar ahmoqlar hisoblanar ekan. Va biz ular bilan ko'proq yurishligimiz ham bizni ahmoq qilib qo'yib, bizning tasavvurimizni o'ldirib yuborar ekan. Ular bilan gaplashishimiz, ular bilan birga yurishligimiz bizni tasavvurimizga salbiy ta'sir qiladi. Demak, zo'r biz bir kuzataylik, atrofimizdagi odamlar qilayotgan ishining natijalariga qarayaptimi, qaramayaptimi? Qaramayotgan bo'lsa, ular bilan yurmasligimiz kerak. Qilaversa bir gap bo'lar. Nima qiziq bor degan narsalar bo'lsa, deydigan odamlar bo'lsa, bo'ldi, ular bilan chopishimiz kerak. Ular bilan ko'proq, ular bilan yurmasligimiz kerak. Bilganda donalar bo'lar ekan. Ha,
hozir qilayotgan ishning natijasini bilib turib qilayotganlar xudo xohlasa. Ya'ni tasavvurni o'ldirayotganlar. Tasavvurni o'ldiradi, ko'ngil ochar videolar, vaynlar, trendlar, qisqa kulgili narsalar. Keyingisi tezroq javob beradigan manbalarga yuzlanib, tez javob topish uchun harakat qilishligimiz ham bizni tasavvurni o'ldirar ekan. Keyingisi ahmoqlar davrasida yurishimiz ham bizning tasavvurimizni o'ldirar ekan. Zo'r. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, bizni ishlarimiz tasavvurimizni ko'rsatar ekan. To'g'rimi? Nima ish qilyapmiz? Bo'ldi, biz shuni oldin tasavvur qilganmiz. Hozir yozyapmizmi? Demak biz oldin tasavvur qilganmiz. Hozir biz o'qiyapmizmi? Demak biz uni oldin tasavvur qilganmiz. Hozir biz dars o'tyapmizmi? Demak buni biz oldin tasavvur qilganmiz. Hozir biz tongda piyoda yuryapmizmi? Demak biz uni oldin tasavvur qilganmiz. Hozirgi qilayotgan ishlarimiz oldin tasavvur qilganimizni bildiradi. To'satdan bo'lib qoldi, hayolim kelmaganda degan narsalar bo'lmagan gap. Tasavvur qildikki bo'lyapti o'sha ishlar. Ya'ni bir ish tasavvur qildik, bitta ishni tasavvur qildik, uni bo'lish bo'lmasligi noma'lum, lekin bo'lgan ishni tasavvur qilinganligi aniq. Biz bitta ishni tasavvur qildik, uni bo'lish bo'lmasligi noma'lum, natija bilingan, lekin bitta ish bo'lsa, lekin uni tasavvur qilinganligi aniq. Shu. Misol uchun zo'r narsa, zo'r formula. Abdurahmon bitta ish qilayotgan bo'lsa, misol Abdurahmon bitta ish qilayotgan bo'lsa, aka men bilmasdan qilib yaribman desa, ishonmayman. Chunki u tasavvur qilgan oldin. Tushunasizmi? Lekin Abdurahmon bitta ishni tasavvur qilib turib qila olmasa, tabiiy. Hamma tasavvur qilganlarimiz ham amalga oshmaydi. Boya gaplashdik, natijasini kuchli tasavvur qila olgan ishlarimizni yaxshi qila olamiz. Bu mening o'zim formulam. Natijasini kuchli tasavvur qila olgan ishlarimizni kuchli qila olamiz. Natijasini. Bu men ishim. Natijasini tasavvur qilamiz, qilolmayman. Endi eng so'ngida xulosa qilamiz. Tasavvurni kuchini qarang. Tasavvurni o'zgarishimizga vaqt yo'q. Chunki tasavvur qilishga vaqt yo'q. Shu formulani olsak bo'ladimi yo'qmi? O'zgarishga vaqtimiz yo'q, chunki tasavvur qilishga vaqtimiz yo'q. Shu formula kelib chiqyapti. Tasavvur qilishga vaqt yo'q, chunki o'ylashga vaqt yo'q. O'zgarmayapmiz. Nimaga? Chunki biz tasavvur qila olmayapmiz. Tasavvur qilmayapmiz. Nega? Chunki biz o'ylamayapmiz. Tashlab beraman yozganim. Yaxshi o'ylash, yaxshi rejalashtirishga sabab bo'lar ekan. Yaxshi rejalashtirish, yaxshi kayfiyatga sabab bo'lar ekan. Yaxshi kayfiyat, yaxshi bajarishga sabab bo'lar ekan. Yaxshi kayfiyat bo'lgan, albatta yaxshi bajarasiz. Yaxshi bajarish biror ishni sog'lom tanaga sabab bo'lar ekan. Masalan, yaxshi bajaryapmiz. Yaxshi ovqatlanyapmiz, to'g'rimi? Yaxshi mashq qilyapmiz, yaxshi yuryapmiz. Sog'lom tanaga sabab bo'lar ekan. Sog'lom tana, sog'lom aqlga sabab bo'lar ekan. Sog'lom aql sog'lom umrga sabab bo'lar ekan. Sog'lom aql bilan bu sog'lom umr ko'ramiz, to'g'rimi? Yomonlar bilan yurmaymiz, xato ishlar qilmaymiz, to'g'ri yurib, to'g'ri yashaymiz. Sog'lom umr keyingi umrni go'zalligiga sabab bo'lar ekan. Tasavvurni kuchini ko'ryapsizmi? Bittagina tasavvur bizni keyingi umrimizni go'zalligiga olib kelgan, ya'ni bog'liqlik. Mana shu xulosa qildim. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat.